Andijon viloyatida iste'molchilarning ichimlik suvidan amaldagi tartiblarga rioya etgan holda foydalanishlarini nazorat qilish, qonunbuzarliklarning oldini olish va mavjud muammolarning ijobiy yechimini ta'minlash maqsadida reja tadbirlar davom etmoqda. Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati ishchi guruhi tomonidan tashkil etilgan navbatdagi tadbirda 15 ta yuridik maqomga ega bo'lgan iste'molchilarning mavzuga doir faoliyati o'rganilganida 7 ta qonunbuzarlik holatlari aniqlandi. Jumladan Davron Andijon mas'uliyati cheklangan jamiyatining foydalanilgan ichimlik suvidan 2 million so'm miqdorida qarzi mavjudligi aniqlandi. Tushuntirish ishlaridan to'g'ri xulosa chiqargan iste'molchi qarzdorlikni so'ndirgach to'lov madaniyatiga rioya etish haqida ogohlantirildi. Andijon elita mas'uliyati cheklangan jamiyatida esa muddati tugagan suv hisoblash uskunasidan foydalanayotganligi kuzatildi. Iste'molchiga bu haqida tushuntirilgach, muammoning ijobiy yechimini ta'minlashga kirishildi. Bugun Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyati tomonidan reyd tadbiri o'tkazildi. Ushbu reyd davomida 10 ga yaqin tashrif o'rganildi. Ko'p o'rganish jarayonida suv hisoblash uskunasidan belgilangan tartibda amal qilmaslik hamda noqonuniy tarmoq qo'llanish holatlari aniqlandi. Aniqlangan holatlarga tushuntirish ishlari olib borildi hamda tegishli choralar ko'rildi. Bu kabi reyd tadbirlar viloyatning boshqa shahar va tumanlarida ham davom etmoqda.